Islom bilan tarbiya qilingan yigit, islom bilan tarbiya qilingan ayol bo'lsa, ayoli kasal bo'lib qolsa, bunaqa tarbiya ko'rgan yigit ayolini tashlab boshqa ayolga uylanmaydi. 10 yil, 20 yil xizmatingizni qildi, bir kasal bo'lib qoldi, xizmatingiz yaramay qoldi. Ablah bo'lish kerak. Shat uni qo'yib yuborib turib boshqasini olib ketishlikka. Nima demadinglar? Yoki ayol 20 yil, 30 yil eri bilan yashadi, eri bemor bo'lib qoldi, kasal bo'lib qoldi yoki pul topishga yaramay qoldi, kambag'al bo'lib qoldi. Tasavvur qila olasizlarmi? Shat erini tashlab ketib qolishligini. Musulmonlarda tushunchasida bu narsa umuman aqlga sig'maydi. Chunki Allohdan qo'rqadi musulmon odam. Xulosa, er ayolining xizmatini qilish va mana shunga sabr qilish bilan Allohga yaqinlashadi. Ayol ham erining xizmatini qilish va unga sabr qilish bilan Allohga yaqinlashadi. Agar shu qoida ishlasa oilada, bu oila albatta saodatli bo'ladi. حبي إلك هو اللي خلاني أكثر بني